Bu yog'iga endi sabzavotlarga boy sabzi tayyorlaymiz. Ham foydali, ham mazali. 45 minut suvda qaynatilgan go'sht, so'masdan qaynatsanglar go'shtlar qotib qolmaydi. Pishgan go'shtimizga soya solib, tuz sepib, birroz aylantirib, ustini yopib olib qo'yamiz. Yana ham yumshoq mazali bo'lishi uchun yoshda g'arq pishgan rang-barang bolgarskiylarimizni so'macha shaklida to'g'rab olamiz. Eng mazali sabzavot va mevalar O'zbekistonda bo'lsa kerak. Pomidorlarimizni ham o'rtasidan bo'lib, ichida yumshoq joylarini olib tashlaymiz. Qolganini somoncha shaklida to'g'rab olamiz buni ham. Bodringlar ham narxi tushib qopti-ya, emasdan soviringlar. Qizigan yog'ga o'rtacha bitta piyoz solib, bir sidra aylantirib olamiz. Go'shtni ham suvda pishirib olganimiz uchun uni ham birroz aylantiramiz, ko'p qo'rmaymiz, qotib ketishi mumkin. Tuz ziravorlarni birato'la solib, bitta aylantirib, ikkita zubchik chesnok sovursanglar ham bo'ladi. Juda ham mazali bo'ladi, hidlari kelib turadi. Uni ham bir sidra aylantirib, qolgan masalliqlarimizni tayyorlab olamiz. Ikkita bodring, ikkita to'ralgan pomidorimiz, boyagi masalliqlarimizni hammasini qo'shib, ziravorlar, tuz, murch, maydalangan kashnich, 2 qoshiq soya, ko'k piyoz, oq sedana sepib, qo'l yordamida mehr bilan aralashtirib tayyorlab olamiz. Hammaga yoqimli ishtaha. Tayyorlab ko'rish uchun saqlab qolinglar.